Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Ushbu videoni diqqat bilan ko'rib, barcha yaqinlaringizga yuborib qo'yishingizni iltimos qilardim. Sababi kecha Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi kiberxavfsizlik boshqarmasiga bir fuqaromiz murojaat qilib, plastik kartasidagi juda ko'p miqdorda pullar firibgarlar tomonidan yechib olinganligini aytdi va aynan qanday holatda sodir bo'ldi degan savolni berganimizda o'zini uyali aloqa kompaniyasi operatori, ya'ni siz misol tariqasida Ucell, Beeline yoki boshqa kompaniya sim kartasini ishlatayotgan bo'lsangiz, sizga qo'ng'iroq qilib ushbu kompaniya operatori ekanligini aytadi hamda sizni kompaniya bilan tuzgan shartnomangiz muddati tugayotganligi sababli sim kartangiz o'chib qolishini aytadi. Fuqaromiz bu sim kartani 10 yildan ortiq vaqt davomida ishlatib kelayotganligi sababli uni o'chib qolishini istamayapti va yo'q, men sim kartam o'chishini istamayman, nima qilishim kerak deganda sizga yuborilgan SMS kodni aytsangiz biz o'sha sim kartangiz muddatini uzaytirib qo'yamiz deb SMS kod yuborib, yurtdoshimizdan ushbu ma'lumotni qo'lga kiritib, plastik kartasida juda katta miqdordagi pulni o'zlashtirib olgan. Shuning uchun ogoh bo'linglar. Mobil kompaniya operatorlari sizga telefon qilib, sim kartangiz kuyib qolyapti, uni yangi muddatga rasmiylashtirish uchun mana bunaqa kodni ayting, mana bu havolaga o'ting desa, aslo ishonmang.